Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 25 sentyabrdan boshlab pensiya tizimi, nafaqa olish tartibi, hujjatlar, qayta hisob-kitob va ayrim toifadagi pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot 45 yoshdan oshgan fuqarolar uchun ham, 65 yoshdan katta ota-onasi bor oilalar uchun ham, yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan insonlar uchun ham bevosita kerak bo'ladi. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri kiritilsa yoki bir muddat e'tiborsiz qoldirilsa, odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan pulidan ayrilib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qanday tartib avval bo'lgani, 20 sentyabrdan keyin nimalar keskin o'zgarayotganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini, qaysi hujjatlarni hozirdanoq tayyorlab qo'yish zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni o'z vaqtida bilgan odam keyin idora sarson bo'lmaydi. Men avvalo eng muhim savoldan boshlayman. Oldin qanday edi va endi nima o'zgarmoqda? Oldingi tartibda ko'p pensionerlar o'z pensiyasining qanday hisoblanganini to'liq bilmas edi. Kimdir staji to'liq hisoblangan deb o'ylardi, lekin mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar bazaga tushmagan bo'lardi. Kimdir o'tdim yil ishlaganman deb yurardi, lekin elektron tizimda 24 yoki 25 yil ko'rinardi. Yana kimdir ish haqi yuqori bo'lgan davrni pensiyaga ta'sir qiladi deb hisoblar edi. Lekin o'sha davrdagi ma'lumot arxivdan tasdiqlanmagani uchun hisobga olinmagan bo'lardi. 11 sentyabrdan boshlab asosiy urg'u pensiya huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlarni aniq, elektron va hujjatli asosda tekshirishga qaratilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi men ishlaganman, mening stajim bor, mening oyligim yaxshi bo'lgan degan og'zaki gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Har bir davr, har bir ish joyi, har bir imtiyozli holat hujjat bilan yoki elektron bazadagi yozuv bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, agar insonning hujjatlari joyida bo'lsa, bu o'zgarish uning foydasiga ishlaydi. Chunki tizim aniqlashsa, adashib kam hisoblangan pensiyalarni qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin hujjatlari chalkash bo'lgan, mehnat daftarchasida yozuvlari noto'liq bo'lgan, sobiq korxonasi tugatilgan, arxiv ma'lumoti yo'qolgan yoki ish staji norasmiy bo'lgan odamlar uchun bu masala jiddiy bo'lib qoladi. Men birinchi navbatda kimlar bu o'zgarishlarga diqqat bilan qarash kerakligini aytaman. Birinchi to'y hozir pensiya olayotgan fuqarolar, ayniqsa pensiyasi kutilganidan kam chiqayotgan. Lekin shunaqa ekanda deb yurib qolgan insonlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi atrofidagi boshqa tengdoshlariga qaraganda ancha kam. Bunday holatda sabab ko'pincha ikki joyda bo'ladi. Staj to'liq kiritilmagan yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot to'g'ri tasdiqlanmagan. Ikkinchi toifa yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar. Ayollar 25 yoshga, erkaklar 6 yoshga yaqinlashganda ko'pincha hujjat yig'ishni oxirgi oyga qoldiradi. Men ekspert sifatida buni katta xato deb hisoblayman. Chunki arxivdan ma'lumot olish, sobiq tashkilotni topish, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasini moslashtirish, mehnat daftarchasidagi xatoni tuzatish bir kunda bo'ladigan ish emas. Ba'zan bitta arxiv ma'lumoti uchun bir necha hafta yoki bir necha oy ketadi. Uchinchi toifa, 45 yoshdan oshgan fuqarolar. Nega aynan 45 yoshdan oshganlar? Chunki bu yoshdan keyin odam pensiya huquqini oldindan tahlil qilishi kerak. Agar siz bugun 47 yoki 70 yoshda bo'lsangiz, hali vaqtingiz bor. Siz bugun qaysi davrlaringiz rasmiy stajga kirganini, qaysi joylarda kamchilik borligini tekshirib qo'ysangiz, pensiya yoshiga yetganda tayyor bo'lasiz. Aks holda pensiyaga chiqadigan paytda hamma hujjatni birdan yig'ishga to'g'ri keladi. Endi men oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, Aqmalaka 60 yoshga to'ldi. U 1975 yildan 2020 yilgacha turli joylarda ishlagan. O'z hisobida 35 yil staj bor deb o'ylaydi. Lekin tizimda 1992 yildan 1997 yilgacha bo'lgan davr tasdiqlanmagan. Sababi u ishlagan korxona keyinchalik yopilgan. Hujjatlar esa arxivga to'liq topshirilmagan. Natijada 5 yil staj hisobga olinmasa, pensiya miqdori sezilarli kamayishi mumkin. Bu o'yiga shartli ravishda 100 ming, 200 ming yoki undan ham ko'proq farq qilishi ehtimoli bor. Bir oyda o'z ko'ringan farq bir yilda millionlab so'mga aylanadi. Yana bir misol.
Malika opa 30 yil ishlagan, lekin bir necha yil farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan. U bu davr stajga qanday kirishini bilmaydi. Agar hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidagi buyruqlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lmasa, pensiya bo'limida savollar tug'iladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya masalasida faqat mehnat daftarchasiga qarab qolmang. Qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. Yana bir muhim holat bor. Ko'p odamlar men shuncha yil ishlaganman, hammasi ko'rinadi deb o'ylaydi. Lekin elektron bazalar hamma davrni bir xil qamrab olmagan bo'lishi mumkin. Mustaqillikning dastlabki yillari sobiq shirkatlar, kichik korxonalar, tugatilgan tashkilotlar, kooperativlar, mavsumiy ishlar bo'yicha ma'lumotlar ba'zan chakash bo'ladi. Ayniqsa oylik naqd berilgan, badallar to'liq o'tkazilmagan yoki ishga qabul qilish buyrug'i rasmiylashtirilmagan holatlarda muammo chiqadi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Agar sizning ish faoliyatingiz so'nggi yillarda to'liq rasmiy bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi barcha to'lovlarni o'z vaqtida qilgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bazalarda ko'rinsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar soliq va pensiya tizimlarida aks etgan bo'lsa, sizda xavotir kamroq bo'ladi. Lekin men baribir tekshirish kerak deyman. Chunki tizim borligi xato bo'lmaydi degan emas. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz va pensiya tayinlangan paytda barcha hujjatlar to'liq taqdim etilgan, pensiya miqdori hisob-kitobi sizga tushuntirilgan, qo'shimcha staj yoki imtiyozli davr bo'yicha nizoli holat bo'lmasa, siz ham nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo shunda ham pensiya ishingizda qanday ma'lumotlar borligini bilib qo'yish foydali. Chunki hayotda ko'p holat bo'ladi. Odam keyin qo'shimcha hujjat topadi, ilgari hisobga olinmagan davr aniqlanadi, arxivdan ma'lumot chiqadi. Bunday vaziyatda qayta hisob-kitob qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Men alohida ogohlantirmoqchi bo'lgan toifa bor. Birinchisi, mehnat daftarchasi tuzatishlar bo'lgan fuqarolar. Masalan, sana ustidan yozilgan, muhr aniq ko'rinmaydi, tashkilot nomi to'liq yozilmagan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shash buyrug'i raqami yo'q. Bularning hammasi tekshiruvda savol tug'dirishi mumkin. Ikkinchisi, familiyasi yoki ismi o'zgargan ayollar va erkaklar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan pasportdagi yangi familiya orasida bog'lovchi hujjat yo'q. Bunday holatda nikoh guvohnomasi ajrim bo'lgan bo'lsa, ajrim hujjati, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar bu hujjatlar tayyor bo'lmasa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. Uchinchisi, sobiq sovxoz, kolxoz, shirkat, zavod yoki tugatilgan tashkilotlarda ishlaganlar. Bu insonlarda arxiv masalasi juda muhim. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivida bo'ladi, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan huquqiy voris tashkilotda saqlanadi. Buni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. To'rtinchisi, xorijda ishlagan fuqarolar. Xorijda ishlagan davr har doim ham avtomatik ravishda pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Bu yerda davlatlararo kelishuvlar, badallar to'langan to'lanmagani, rasmiy mehnat shartnomasi va tasdiqlovchi hujjatlar ahamiyatga ega. Agar odam bir necha yil boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, u davrning pensiyaga qanday ta'sir qilishini oldindan so'rab bilishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan oddiy to'lov emas. Uning ichida staj, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqalar, ustamalar va ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Har birining tartibi alohida. Masalan, bir odam oddiy yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi odam nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchi odam boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. To'rtinchi odam esa pensiya yoshiga yetmagan, lekin ijtimoiy nafaqa oladi. Bularning hujjat talabi, qayta ko'rib chiqish tartibi va nazorat mexanizmi bir xil emas. Shuning uchun qo'shningizga aytilgan gap sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Yana bir nozik masala, ishlayotgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunda ish beruvchi bilan rasmiy mehnat munosabati, daromad, ayrim to'lovlar va qayta hisob-kitob masalalari paydo bo'ladi. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning keyingi ish davri bo'yicha ma'lumotlar ham tizimda aks etishi kerak.
Ayrim holatlarda bu kelajakda qayta hisoblash uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin norasmiy ishlash, naqd pul olish, shartnomasiz mehnat qilish keyin pensiya huquqini kuchaytirmaydi. Yana bir xavfli joy odamlar telefon orqali kelgan xabarlarga ishonib qolishi. Pensiya, plastik karta, nafaqa. Qayta hisob kitob degan mavzular firibgarlar uchun ham qulay bahona bo'lib qolgan. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshishi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring, hujjatni tezlashtirib beramiz desa, bunday odamlarga ishonmang. Davlat idoralari sizdan SMS kod yoki bank kartangizning maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Pensiya masalasini faqat rasmiy idora, rasmiy portal yoki shaxsan murojaat orqali hal qilish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari alohida papkada bo'lsin. Bu hujjatlar uyda tarqoq yotmasin. Kerak bo'lganda bitta joydan topilishi kerak. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar muhr xira bo'lsa yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan tasdiqlovchi hujjat so'rash kerak. Agar tashkilot hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, tegishli rasmiy portallar yoki pensiya organlari orqali siz haqingizdagi mehnat staji va to'lov ma'lumotlari qanday ko'rinayotganini bilib oling. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kod kabi maxfiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. 4-qadam, pensiyangiz kam deb hisoblasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki shikoyat ko'p hollarda natija bermaydi. Murojaatda o'zingizning FH, JSHR raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, qaysi davr hisobga olinmagan deb o'ylayotganingiz, qaysi hujjatni ilova qilayotganingiz aniq yozilsin. Pensiyamni oshirib bering deb umumiy yozish yetarli emas. 1999 yildan 1994 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga qo'shilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni arxiv ma'lumoti asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. 5-qadam, arxiv bilan ishlashni o'rganing. Arxivga murojaat qilganda korxona nomini to'liq yozing. Agar korxona nomi yillar davomida o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham ko'rsating. Ishlagan taxminiy yillaringizni yozing, lavozimingizni eslang. Masalan, 1997-1996 yillarda hisobchi bo'lib ishlaganman yoki 1967-1993 yillarda traktorchi bo'lib ishlaganman deb yozish qidiruvni yengillashtiradi. Agar sizda eski ma'lumotnoma, ish haqi varaqasi, guvohnoma yoki buyruq nusxasi bo'lsa, ilova qiling. 6-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni alohida tekshiring. Chunki pensiya miqdori faqat staj emas, ayrim hollarda ish haqi ko'rsatkichlari ham ahamiyatli bo'ladi. Odam uzoq yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ish haqi ma'lumoti past yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kutilganidan kam chiqadi. Agar sizda yuqori maosh olgan davrlar bo'lgan bo'lsa, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnomani topishga harakat qiling. 7-qadam, javobni kuting va javobni o'qing. Ko'p odam idoradan javob kelganda uni oxirigacha o'qimaydi. Javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmagani, qayerga murojaat qilish kerakligi yozilgan bo'ladi. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, pensiya bo'limidan yozma izoh so'rang yoki huquqiy maslahat oling. Har bir rad javobi yakuniy degani emas. Ba'zan hujjatni to'ldirib qayta topshirish mumkin. Men yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rsataman. Chunki odamlar ko'pincha o'zini shu misollar ichida topadi. Birinchi vaziyat, Sobir aka 62 yoshda pensiya oladi. Lekin 1990-yillardagi 5 yillik ish davri hisobga olinmagan. U avval buni bilmagan. Keyin eski hamkasbidan arxiv ma'lumotnomasi olish mumkinligini eshitgan. Arxivga murojaat qiladi. Buyruqlar kitobidan uning ishga qabul qilingani va bo'shagani topiladi. Shundan keyin pensiya ishi qayta ko'rilishi mumkin. Natijada uning pensiyasi oldingidan yuqoriroq bo'lishi ehtimoli paydo bo'ladi.
Ikkinchi vaziyat. Dilbar opa pensiyaga chiqmoqchi. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi bilan yozuvlar bor. Hozirgi pasportda esa turmushdagi familiyasi. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Agar u bu masalani pensiyaga chiqishdan bir hafta oldin bilsa, hujjat tiklashga vaqt ketadi va pensiya tayinlash kechikishi mumkin. Agar u buni oldindan tekshirsa, FHD orqali hujjatni tiklab, muammoni vaqtida hal qiladi. Uchinchi vaziyat. Jamshid aka 20 yoshda. Hali pensiyaga ancha bor deb o'ylaydi. Lekin u 1995-2000 yillarda kichik firmada ishlagan. Firma hozir yo'q. Agar u hozir tekshirishni boshlasa, arxivdan izlab topish imkoniyati bor. Agar 10 yil kutsa, hujjatlarni topish yanada qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun men 25 yoshdan keyin hujjatlarni ko'zdan kechirishni juda to'g'ri qaror deb hisoblayman. To'rtinchi vaziyat. Pensioner onaxonning bank kartasiga pensiya tushadi. Unga noma'lum odam telefon qilib, 25 sentyabrdan pensiyangiz oshadi. Tasdiqlash uchun kodni ayting deydi. Onaxon kodni aytsa, kartadagi pul yo'qolishi mumkin. Shuning uchun men yana takrorlayman. Pensiya oshishi. Qayta hisoblash yoki hujjat tekshirish uchun hech kimga SMS kod aytilmaydi. Bunday holatda darhol telefonni qo'yish va bankka yoki yaqinlarga xabar berish kerak. Men sizlarni yana bir muhim narsadan ogohlantiraman. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon pul qo'shiladi. 1 sentyabrdan hammaning pensiyasi 2 barobar bo'ladi. Hujjat topshirmagan odam pensiyasidan ayriladi degan gaplar tarqalishi mumkin. Bunday gaplarni eshitganda darhol vahimaga tushmang. Har bir xabarni rasmiy manba orqali tekshiring. Qonun, qaror, farmon, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari organlarining rasmiy izohi bo'lmasa, bitta kanal yoki bitta xabarga suyanib qaror qilmang. Lekin bu beparvo bo'lish kerak degani ham emas. Eng to'g'ri yo'l vahimasiz, lekin mas'uliyat bilan harakat qilish. Hujjatlarni tekshirish, kerakli joyga murojaat qilish, yozma javob olish, ma'lumotlarni saqlab qo'yish. Ana shunda hech qanday o'zgarish sizni tayyorgarliksiz ushlab qolmaydi. Men ekspert sifatida har bir oilaga shuni maslahat beraman. Uyingizda 55 yoshdan oshgan ayol yoki olim yoshga yaqin erkak bo'lsa, uning hujjatlarini bugunoq ko'rib chiqing. Agar ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, pensiya miqdori qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Agar pensiya juda kam bo'lsa, davlat shunaqa belgilagan deb qo'l siltamang. Sababini aniqlang. Balki hammasi to'g'ridir. Balki biror davr hisobga olinmay qolgandir. Tekshirmasdan bilib bo'lmaydi. Yoshroq tomoshabinlarga esa shuni aytaman. Sizning bugungi rasmiy ish joyingiz, to'langan badallaringiz, shartnomangiz, ish haqi ma'lumotlaringiz kelajakdagi pensiyangizga foydavor bo'ladi. Norasmiy ish bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida bo'shliq paydo qiladi. Shuning uchun ish beruvchingiz bilan rasmiy shartnoma bor yo'qligini, daromadingiz qonuniy aks etayotganini tekshirib boring. Xulosa qilib aytsam, 20 sentyabrdan keyingi o'zgarishlarning eng katta mazmuni shuki, pensiya masalasida aniqlik, hujjat, elektron ma'lumot va shaxsiy mas'uliyat yanada muhim bo'ladi. Oldingidek keyin bilib olarman. Hujjatlar bir joydan chiqib qolar. Kimdir hal qilib beradi degan yondashuv endi xavfli. Kim o'z hujjatini tartibga solsa, kim stajini oldindan tekshirsa, kim rasmiy javob olishni bilsa, o'sha odam o'z huquqini yaxshiroq himoya qiladi. Sizdan iltimosim, bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya yoshiga yaqin tanishlaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz yoki ota-onangiz pensiyasi bo'yicha muammo bo'lganmi? Staj hisoblanmay qolgan holatga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiyani qayta hisoblatish, arxivdan ma'lumot olish va rad javobiga qanday munosabat bildirish bo'yicha yanada aniq ko'rsatmalar beraman.